ты фоткай вместе с собой, так как ты делаешь. Mana hozir Sedona shahridagi mana shu Qizil tog'larga keldik. Albatta uzoqdan ko'rinyapti. Hali balkim yaqinroq ham boramiz. Mana bu yerda ham shunchalik chiroyli ekan, lekin hamma suratga tushimdan o'raman. Men esa video olyapman. Assalomu alaykum azizlarim va yaqinlarim. Biz mana Arizona shtatidagi Sedona shahriga yetib keldik. Bu Sedona shahri bilasizlarmi? O'zini mana shunaqa chiroyli ko'zlarimiz tog'lari bilan mashhur ekan. Bu yerga turistlar kelishadi. Va bu yerda qishloq xo'jalik rivojlangan deb aytishdi. Lekin yo'l bo'yi men ko'rib keldim, kaktuslari juda ham, kaktus maydonchalari ko'p ekan. Va turistlar bu yerga tinmay kelishar ekan, chunki bu yerga kelgan insonlar aytishyapti, havosi nihoyatda toza, juda ham chiroyli, bir go'zal, bir energiya, ya'ni quvvat olib ketadi deb aytishdi. Biz ham mana shu yerdan hozir Sedona shahrida bo'ladigan sayohatimizni boshlaymiz va bu yerdagi qiziqarli narsalarni sizlarga ko'rsataman. Hozir esa mana shu qizil tog'larni ko'ring. Xuddi san'at asariga o'xshaydi, lekin bular tabiat va Allohning mo'jizasi deb aytsak ham bo'ladi. Chunki har bir toshda qandaydir suratlar chizilgan. Lekin oldiga bora olmaymiz, chunki tog'lar juda uzoqda. Qarib ketdik Sedona shahrini aylanishga. Mana hozir orqamizda turistlar kelyapti. Balki ularni rasmga olamiz va sizlarga ko'rsatamiz. You welcome Sedona. Hurmatli meni obunachilarim, men hozir tepalikka qarab ketyapman. Boyaga aytganimdek Sedona shahridamiz. Kechkinagina bo'lsa ham ma'lumot Sedona shahri to'g'risida. Mana shu Arizonaning mana shu yeriga Karl Teodor degan inson kelgan va u birinchi bo'lib mana shu yerda mehmonxona qurgan ekan. Va mana shu mehmonxonani uning rafiqasi Sedona nomiga qo'yilishini so'ragan va shu mehmonxona uning ayoli ismi bilan aytilgan. Keyinchalik bu shahar mana shu Sedona deb aytiladigan bo'lgan, chunki u juda ham ko'p inshootlarni qurgan. Mana shu yerda hozir yana bir marta sizlarni nima qilaman, fikringlarni shu mana shu go'zal tog'ga, go'zal tabiatga qaratishinglarni so'rab qolaman va birgalikda yana tepalikka yuramiz. Bu yerga borganda men sizga bir ajoyib inshootni ko'rsataman. Qani ketdik. Mana shu yo'l chetida kaktuslar, mana qanchalik tepalikdan ketayotganimni ko'rsatmoqchiman. Va mana shu nima desam ekan, shuncha tepalikka hozir chiqamiz, lekin yo'l asfaltlangan. Mana shunaqa mashina bor edi, lekin men chiqmadim. Sababi mana shu yerdan turib, bizning mashina, oq mashina, mana shu yerdan sizlar uchun ko'rsataman deb tepalik bo'lgani uchun birpas charchaganman deb aytsam ham bo'ladi. Mana bu tog'ning yaqini qizil toshlar, lekin bir narsaga hayratlanib qolish kerak. Inson qo'li naqadar gul. Mana shu tog'likda insonlarning chiqish uchun, qulay bo'lish uchun shunaqa yo'llar qurilgan. Mana tepalik va davom etamiz yana. Mana shunday, lekin qizil tosh daraxtlar bo'lgan bilan aytsam ekan, daraxtlar ko'p va turistlar ham ko'p. Il faut que tu vois ça. OK. Ici. Mana shu uylarni ham boya o'tganda ko'rdik. Qurilgan uyga yaqinroqlik ko'ramiz mana shunaqa uylar. Yana ham tepalikdan ko'rsatyapman. O'xshab bu ham mana shu muzeyni nima deydi, do'koni ekan, lekin men kirmadim. Chunki hamma yerda shu muzey nima desak ekan, ko'rgazma, muzey bo'ladigan joyda do'konlar bir xil. Ya'ni yodgorlik va suvenirlar sotiladi. Bu yerga kirmaymiz. Bu yerda sizlarga ko'rsatyapman. Men ichkariga kirmadim, sabab kirsam ham bo'lardi, lekin bu hindularning o'z vaqti, o'zini davrida
ibodatxonasi ekan. Chunki biz nima deymiz? Barcha millatni, barcha dinni o'ziga yarasha urf-odatlari bor. Shuning uchun biz uni muhokama qilishga haqqimiz yo'q. Lekin mana shu davlatda yashagan hindular o'zini davrida faqat buni bir san'at asari deb qabul qilsak ham bo'ladi. Shunday balandlikda, juda ham balandlikda mana shunaqa o'zlarining ibodatxonalarini qurishgan. Ya'ni bu nimani anglatadi? Bu agar har tarafdan qarasak, ibodat qilish naqadar ulug'lik ekanini bildiradi va mana shunaqa baland joyda ibodatxona qurish bu albatta har bir xalq uchun, bilmadim, o'zlari uchun, bularning o'zlari uchun bir nimasi ekan, mag'rurlikmi yoki o'zlari uchun shuni ep ko'rishganmi, shunaqa deb o'ylashgan bo'ladi. Nima deymiz? Boya aytgandek, har bir millatni, har bir dinni o'ziga yarasha urf-odatlari bor. Biz hurmat qilishimiz kerak. Va faqat men shuni sizlarga ko'rsatdim, mana shu qizil tog'liklarni va uzoqdan mana ko'rib turibsizlar, shu Sedona shahrini, kaftdek ko'rinib turgan Sedona shahrini ko'rib turibsizlar. Hatto tepadan ko'rsataman. Nima desam ekan, telefonda bu tabiatni shunchalik go'zalligini, havoni shunchalik tozaligini ko'rsatib berish juda ham qiyin va biz yana bir marta emas, behisob shukr deymiz mana shunaqa go'zal joylarni yaratib qo'yib, bizlarni hamroh qilib mana shunaqa go'zal joylarni ko'rsatgani uchun va yana davom etamiz. O'ylayman, hozir keyingi to'xtaydigan joylarimiz bundan-da chiroyli bo'ladi. Yana bir narsani sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana shunaqa uzunlikdagi hozir taxminan 3 metr va bu yerda dunyoda tinchlik bo'lsin deb yozilgan. Mana bu ukrain tilida, arab tilida va dunyo xalqlarining tillarida tinchlik bo'lsin. Ya'ni butun dunyo xalqlari albatta nima istaydi? Tinchlik bo'lishini istaydi. Mana shu yerda barcha tillarda shu so'z yozilgan ekan va biz ham albatta barcha dunyo xalqlariga tinchlik tilab qolamiz. Esa pastga qarab yo'l olamiz. Qaranglar, boyaga aytganimdek inson qo'li gul. Yana bir marta takrorlanishdan charchamayman. Shunday yosh katta odam ham piyoda ko'tarilyapti va biz yana kelgan joyimizga ketyapmiz. Bular hammasi tog'ning orasida qurilgan shu hindularning qurgan ibodatxonasi. Yuraveringlar. Qo'linglarni siltab qo'ysanglar mayli. Mashinaga o'tirishga qaror qildik. Hormang. Qanday bo'ldi? Qanday zo'r bo'ldi? Zo'rmi? Bilasizlarmi, hozir qaytishga shunaqa bir Hindistonda bo'lardi, riksha. Shunaqa mashinaga o'tirdik. Mana orqada tezlik bilan tushyapmiz. Qanday ashulani aytsak bo'ladi, Gulrona opa? Ayting. Albatta rahmatlar aytib qolamiz. Yetib keldik. Bu bepul xizmat ko'rsatadigan mana shu yerdagi mashinalar, ya'ni kelgan barcha insonlarga bepul. Bunisi bepul emas, albatta bu maxsus mashina. Sedona shahri asosan turizm rivojlangan va bu yerda ko'plab boshqa davlatlardan, boshqa shtatlardan kelgan turistlarni ko'rishingiz mumkin. Biz yo'lda hozir mana shu kichkinagina parkda to'xtadik, chunki parklar juda ham ko'p ekan. Ko'ngil ochar joylar ham ko'p, juda ham ajoyib qilingan. Ya'ni mana shu hozir bir inshootlarga yoki mana uzoqdan ko'rinib turibdi, hattoki ovqatlanadigan joylarga qarasak, qanaqadir stili yangi emas, o'sha o'zini avvalgi holida saqlanib qolingan. Mana uylarga bir e'tibor berasizlar, qarang. Kichkinagina uylar, favor ekan. Hattoki do'konchalar ham shu o'zini o'z davrida bo'lgan nima deymiz? Madaniyatiga taalluqli narsalarni ko'pini saqlab qo'ygan ekan. Uylar kichkina, do'konchalar kichkina, hattoki boya aytdim, ovqatlanadigan mana shunaqa tosh yo'llari ham, tosh yo'llardan yurayapman. Tosh yo'llar ham bor, lekin mana shu qarang, bu ham do'kon ekan. Lekin qarang, juda ham kichkina. Hatto mana nima desek, bir uzoq joydagi qanaqadir ajoyib qilingan, lekin boya aytganimdek saqlanib qolgan. Mana 2005-yilda qurilgan ekan. Mana hozir ichkariga kiramiz. Meni o'zimga ham qiziq, chunki qarang, tepaga mana shu qavatdan tepaga chiqsak, biz tepani ko'rishimiz mumkin. Lekin mana bu do'kon ekan.
keling, men balkim tepaga chiqarman. Erinmaymiz. Zinalar mana shunaqa qilingan. Tepaga chiqqanim sababi tepadan balkim ko'rinish yaxshi bo'lsa kerak. Tak, mana chiqdik tepaga. Mana tepadan shunday ozgina ko'rsatdim. Qutlangan joy, qaranglar. Mana qarang, parkdagi aytayapman, shu uylar, inshootlar eski holida ko'proq saqlangan. Bu esa katta ko'cha. Bu yerdan ham ko'ramiz. Bu yer kutubxona ekan. Shu yerdan ko'rsatamiz. Va pastga tushamiz qaytib. Kirdim. Qaranglar, qo'l mehnati va mana shunaqa ko'zachalarga barchasiga rasm chizilgan. Vau, mana bularni qarang. Qarang qanaqa chizishar ekan. Mana usti. Va tepada ular mana oq holda. Va siz buyurtma berishingiz mumkin. Mana shu yerda chizib berishar ekan. Bular bilasizmi nima? Bular sham. Mana hozir men ko'rsataman. Mana. Bu chinni va bu mana shamlar. Ko'z. Barchasi sham. Hidi bo'lsa kerak, ko'ramiz. Hammasini hidi har xil. Aytishlaricha barchasi tabiiy mahsulotlardan, tabiatda olingan narsalardan qilingan. Juda ham go'zal. Bu yerda ham nima deymiz? Kiramiz do'konga. Do'konga kirmayman deb aytdim, lekin baribir bilasizlarmi nimaga? Bu yerda shu o'zini paxtasi bor ekan, o'zini tabiiy mahsulotlari bor ekan. Ko'pgina mana shu, mana qaranglar, mana shu o'zimizda ham shunaqa shaponga tikilgan toshli narsalar bor. Va mana bular hammasi tabiiy paxtadan. Mana shu ko'ylaklar narxini ham ko'ramizmi? Mana narxi $79 ekan. Xo'p, endi chunki bu yer nimasi ekan, turistlar ko'p keladigan joy. Shuning uchun narxlari tabiiy shunaqa qimmat bo'lishi mumkin. Mana $82. Bu oddiy bo'zdan tikilgan ko'ylak. Bizda mana shu oq bo'z ko'ylaklar juda ham ko'p. Va bu yerda hozir kelinglar, taqinchoqlarga ham o'tamiz. Mana shu taqinchoqlar. Hamma yerdagidek. Mana shunaqa taqinchoqlar va feruza ko'zli taqinchoqlar ham bor ekan. Bular mana ziraklar. Ajoyib. Bir vaqtlar telekonlari bo'lgan. Tiliga juda ham boy bo'lgani uchun mana shu yerda hozir mana qarang, shu bizda hozir menimcha udumga kirgan juda ham bir tilla ziraklar, mana shular tilla ekan. Bu bo'limi ham bor ekan. Qarang. Qanaqa chiroyli qilingan. Kelinglar, buni ham ko'ramiz. Mana buni ham ko'ramiz. Mana buni ham ko'ramiz. Bu tilladan qilingan. Bunisi ham chiroyli ekan, oq tillar aralashgan. Buni ham ko'ramiz. Bu tilla mahsulotlar, tilla taqinchoqlar ekan. Ko'klar, mana shu paypoqlar, biz eng yaqin bir tanishimiz bor, mana shunaqa paypoqlarni juda yaxshi ko'radi. Qarang, rasmlari mushuk. Mana bu inson va timsohlar rasmi tushgan paypoqlar. Mana bu erkaklarniki. Shunaqa paypoqlar. Ajoyib. Voy, bu do'kondan chiqamiz albatta. Bu kichkinagina park, lekin juda ham bir ko'rsatga arziydigan joylar bor ekan. Qarang, mana bu yerda shuncha qulf. Bu qulf nima deb aytishingiz mumkin. Kelinglar, mana shunday yaqinroq kelib ko'rsataman. Mana har bir qulfda shu insonlarning nomi yozilgan. Bilasizlarmi bu devor nima deb aytilar ekan? Muhabbat devori.
ya'ni muhabbat qulfi ekan. Kelishganda sevishganlar o'zlari uchun mana shu yerdan qulf sotib olib, mana shu yerda o'z ismlarini bilan yozib mana shu yerda qoldirar ekanlar. Turli tuman qaranglar. Hatto mana shunaqalari ham bor. Ajoyib mana. Va buni albatta buyurtma berasiz va buyurtma orqali ular sizga qulfni tayyorlab berishar ekan. Va muhabbat devoridagi qulflarda sizning nomingiz qoladi. Qulfga hozir o'z ismini yozayapti mana shu yerda. Va bu qulf yozib qo'yish $45 ekan. Mana shunaqa gaplar. Do'konlar ko'p. Qarang qanday mahsulotlar, hammasi qo'l ishi. Tabiiy bitta aholining asosiy daromadi mana shu qishloq xo'jalik va qo'l ishi mahsulotlaridan tushadigan daromad bilan kun ko'rar ekanlar. Lekin Sidona shahrida texnologiya hozirgi kunda juda ham rivojlangan. Xuddi bir nimaga o'xshaydi bilasizlarmi? Muzeyga o'xshaydi. Kirsangiz hammasi qadimiy narsalar, juda ham qadimiy, antikvar narsalarni ham topishingiz mumkin. Mana biruzdan qilingan narsalar. Sotuvchiga e'tibor beramiz. Bular shimolda aylanar ekan. Temirdan qilingan ekan, qaranglar. Bu jiringlarmikin? Nimalatsa bo'larkan. Ay, bu yerga kirmasam kerak. Chunki hozir uzoqdan ham ko'ryapman, juda ham chiroyli, go'zal do'kon, juda ham va hamma narsalari mana shunaqa temirdan qilingan, misdan, temirdan. Hay, chiroyligini qarang. Voy, beautiful. Go'zalgina qaranglar uni. Voy. Bilim ma'mirdan, qimmatbaho toshlardan. Bular yog'och. Chiqdik va shu do'kondan kichkinagina narsa xarid qildim. Bu esdalik uchun. Mana hozir ko'rsataman adresini va ichidagi narsani ham sizlarga ko'rsataman. Mana shunaqa kumushdan qilingan ekan, juda ham chiroyli va mana shu taqilishi oson bo'lgan. Bu ham kumushdan. Va qancha deb o'ylaysizlar? Mana shu yerda to'xtadik, sababi biroz tamaddi qilish uchun. Mana yaqinroq ko'rsating. Shu yerdan va bu yerdan kirish ekan. Mana toshlar, shu yerda ham toshlar to'ldirilgan. Va mana bu kartasi. Shunday ko'rib, qayerdan kirish mumkinligi ko'rsatilgan. Biz esa to'g'ri, lekin hamma yerda shu mana shunaqa savdo do'konlari. Oldinga yuramiz. Favvoralar albatta. Va ichkariga kiramiz, biroz shovqin. Kirganda ko'ramiz qayerligini. Ovqatlanishga kirganimizda tabiiy so'klar, ichimliklar, salqinchiliklar va bu yerda menimcha shirinliklar, tayyor ovqatlar. Biz esa issiq ovqat tarafga o'tamiz, chunki tamaddi qilish kerak, lekin o'rtada mana shunaqa e'tiboringlarni yana bir ko'rib jalb qilaman. Toshdan ba'zi gullar esa mana shu yerdagi shishalardan qilingan. Buni nima deb aytishardi? Hozir men tabiatga boray, albatta eslab sizlarga aytaman. Chexska stiklo deyilardi, ya'ni chex shishalari deymizmi, rangli mana shunaqa. Biroz
ovqat tayyor bo'lgungacha va mana shu yerdan yana bir marta manzarani ko'ramiz. Kelinglar. Mana bu biz kelgan yo'l, hozirgi yo'l va umuman mana shu shaharga olib boradigan katta yo'l deb aytishyapti. Kelinglar, shunday ko'rsatamiz.